Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun sizlar bilan Allohning go'zal ism-sifatlaridan biri bo'lgan Ar-Rohim ismining ma'nosini o'rganamiz. Allohning Ar-Rohim ism-sifatining ma'nosi qiyomat kuni faqat mu'minlarga rahm qiluvchi ma'nosini anglatadi. Faraz qilaylik, bir maktabda yangi o'quv yili boshlandi. O'qish davomida barcha talabalar umumiy imtiyozga ega bo'ladilar. Ularning barchasiga bir xil ustul beriladi. Ularga bir xil e'tibor qaratiladi. Ammo o'quv yili oxirida imtihondan muvaffaqiyatli o'tganlargina taqdirlanadi. Demak, Alloh taolo dunyodagi barcha xaloyiqqa Ar-Rahmandir. Oxiratda esa faqat mu'minlarga Ar-Rohimdir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.